Muqabilingda. Tayyormisiz? Muqabilingda. Yoqib qora, musulmon bo'lgin. Pardani yo'q bu yoqda. Ko'rdingmi qolganlarga yaxshi ta'sir qildi. Aytaman. Marhamat, darvozalar ochiq. Aytsammi? Bismillahirrohmanirrohim. Men roziman dedim. Aytur. Savob La ilaha illalloh. La ilaha illalloh. Muhammadur Rasululloh. Muhammadur Rasululloh. La ilaha illalloh. Muhammadur Rasululloh. Ashhadu an la ilaha illalloh. Ashhadu an la ilaha illalloh. Va ashhadu anna Muhammadan Ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh. abduhu va rasuluh. Allohdan o'zga iloh yo'qligiga, Allohdan o'zga iloh yo'q. Muhammad Allohning eng so'nggi payg'ambari So'nggi va payg'ambar bandasi deb va bandasi. iymon keltirdim. Iymon keltirdim. Guvohlik beraman shunga. Guvohlik beraman. Tilimdayu, Dilimdayu. qalbim bilan. Aytishim shart yo'q. Qalbim bilan. Mashalloh. Alloh. Muborak bo'lsin. Xush kelibsan. G'alati. G'alati. Otingni nima qo'yamiz endi? Tanlab turdingmi? Yo'q. Men hamma narsaga bilaman. Hamma menga hamma narsani bilaman. Sendan oldin yahudiy bo'lib o'tganlar Muso deb ism tanladimi? U rosa yaxshi ko'rardi-da, musolasi. Senchi? Kimni tanlading? Kimni hayoti ma'qul kelgan senga payg'ambarlardan? Aytga. Ko'nglimdan o'tganini aytdingda. Qiynalib yursayam. Noshukur bo'lmadi, zorlanmadi, norozi bo'lmadi. 3-4 yil qiynalib yoqsayam ozgina dard berdi. Ayyub ma'qulmi? Bo'ladimi yo qo'shamizmi oldidan orqasidan? Boshqa qo'shma. Bo'ladimi o'zi? Ha, qo'shma. Yaxshi. Nima sen Muhammad aytib qo'ymoqchimiding? Ha, Yo'q. yaxshi. Oldin yahudiy bo'lib turganingda ashhadu an la bilan aytilsa, senga dahshat solgan. Endi unaqa bo'lmaydi. Yaxshi ko'rib qolasan bundan keyin. Bir tur sochiman gaplashdim. 3-4 kitob nomini aytib berdi. Siyrat haqida. Mabodo ketib qolmasang, o'rlashib atrofni yursang, birga tarjima qilamiz. Tanishasan Muhammad alayhisalom bilan. Shunaqa yaxshi ko'rib qolasan. Ayyub bo'ldingmi? Men Qamariddin. Aytman. Hay, yana bir musulmonman tanishganimizdan xursandmiz. O'sha zot singari sabr, toqat, matonat Xudo nasib qilsin. Musulmonchilik o'ziga yarasha chegaralari, bu odamning ichida ko'rib turganingdek sinovlar, imtihonlari bor.